Har oy kema yutuqli olimpiadasida qatnashib, mana shu kuch va kubokni va pul mukofotlarini qo'lga kiritishingiz mumkin. Kemaning har oyda bo'lib o'tadigan yutuqli olimpiadasida respublika bo'yicha saralangan 30 ta eng kuchli o'quvchi qatnashadi va mana shu o'quvchilar orasida siz ham bo'lishingiz mumkin. Qanday qilib deysizmi? Hozir tushuntirib beraman. Kemaning yutuqli olimpiadasida qatnashish uchun siz har hafta bo'lib o'tadigan kema repetitsion testlarida bir oyda kamida 2 marta qatnashgan bo'lishingiz kerak. Kema repetitsion testlarini bilasizlar, hamkor o'quv markazlari bilan birgalikda tashkil qilinadi. Repetitsion testlarda qatnashgan va yuqori natijalarni olgan respublika bo'yicha 30 ta o'quvchi tanlab olinadi va yutuqli olimpiadada qatnashadi. Yutuqli olimpiadada qatnashgan har bitta o'quvchi mukofotlanadi. Birinchi o'rinni olgan o'quvchi mana shu qo'limda turgan ko'chma kubok, 400 ming so'm pul mukofoti hamda sertifikatlar bilan. Ikkinchi, uchinchi o'rinni olgan o'quvchilar esa 400 ming so'm pul hamda sertifikatlar bilan. 4-o'rindan 30-o'ringacha bo'lgan barcha o'quvchilar 30 ming so'm pul hamda sertifikatlar bilan taqdirlanadi. Eslatib o'tamiz, yutuqli olimpiada faqatgina 4-sinf o'quvchilari uchun mo'ljallangan. Kema repetitsion testida qatnashayotgan boshqa sinf o'quvchilarining sonining oshishiga qarab, u sinflarga ham qo'shimcha mukofotlar e'lon qilinadi. Hurmatli ustozlar, o'quvchilaringiz kema yutuqli olimpiadasida qatnashib, imtihonga sifatli tayyorgarlik ko'rishsin. Xabaringiz bor, biz bilan hamkorlik qilgan o'quv markazlarining yuzlagan o'quvchilari o'tgan yili Prezident va maxsus maktablarga qabul qilingan. Qo'shimcha savol va murojaatlar uchun ushbu telefon raqamlariga hoziroq murojaat qiling.